Assalomu alaykum hammaga, qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar, sog' salomatmisizlar? Bugun 21-may o'rtoqlar. Qisqa video qilaman. Eshitinglar, yaxshilab o'tkazib yormanglar. Videoga like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Kunlik yangiliklarni ko'rib, eshitib borgani uchun. O'rtoqlar, vakansiya so'rovchi yurtdoshlarimiz diqqatiga. Ko'pchilik uzoqda turib vakansiyalarni so'raydi, lekin kelish xohlamaydi. Oldin kelish kerak, vakansiya kerak bo'lsa, обязательно vakansiyalar har kun bo'ladi, bo'lmaydi emas, har kuni bo'ladi. Faqat sizlardan iltimos, kelib turib joyida tanlaganingiz yaxshi. Siz 2 kun oldin, 3 kun oldin, 5 kun oldin tanlagan vakansiyangiz qolmaydi, tugab qoladi. O'rniga boshqa vakansiya keladi. O'shaning uchun o'rtoqlar, tushunmovchilik bo'lmasligi uchun oldin kelib turib keyin tanlaganingiz yaxshi. Sababini aytaman. Ko'pchilik mana shu narsadan kelgandan keyin norozi bo'lib qoladi. Ya'ni darojniy отделda ish bor, yo'l qurilishida. 5 kun oldin shunga kelaman deb aytib qo'ydi, telefon qilib, 5 kundan keyin kelyapti-da, lekin u ish qolmagan. Men shunga ishonib keldim, shu ishni deb keldim deb keyin jalaba qiladi. Shikoyati bo'ladi. Vaholanki ayb o'zida. 5 kun oldin bu ishlar bir kunda ham to'lib ketishi mumkin, 2 kunda ham to'lib ketishi mumkin. O'rniga boshqa ishlar kelishi mumkin. Shuning uchun o'rtoqlar, qaysi davlatda bo'lsangiz ham, qaysi shaharda bo'lsangiz ham, men aytgan manzilga, ya'ni ofisimga kelsangiz, undan keyin vakansiya tanlasangiz yaxshi. Ish обязательно bo'ladi. Juda bo'lmaganda 4 ta 5 ta vakansiya bo'ladi. Bo'lmadim deganda birontasini tanlaysiz, ma'qul bo'lganiga joylashib ketaverasiz. Shuning uchun manzilga yozib qo'yaman o'rtoqlar. Telefon raqamlar +48 bilan 780 505 555. Kelasiz, vakansiya tanlaysiz, marhamat chiqib ketaverasiz. Ishga joylashtirishlar bepul o'rtoqlar. Pulli emas. Ko'pchilik pulli deb tushunadi. Bir so'm pul olinmaydi. Faqat yetib kelsangiz bo'ldi. Keyin hostel masalasida kunlik hostellarimiz bor o'rtoqlar. Haftalik hostel bor, oylik hostel bor. Sharoitlari bor, yaxshi условияlarda. Hamma musulmon o'zbeklarimiz yashaydi o'zimizni, tozaliklarga qaraladi, ichkilik bo'lmaydi. Bemalol kelishingiz mumkin. Adres Aliya Karakovskiy, Rashinda joylashgan. Manzil yozib qo'yaman pastda. Tez yaqin kunda, xudo xolasa, shu Aliya Karakovskiyda masjidga yaqin, Barakat halol go'sht do'koniga yaqin joyda yangi lokatsiyamiz ochiladi, hostelimiz o'rtoqlar. Bunga ham xohishi bo'lganlar bo'lsa, bemalol tayyorgarlik ko'raveringlar. Tez kunlarda yangilikni xabar beraman, ochilishini. Shunga qarab kelsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Omon bo'linglar, yaxshilikda